haftada tadbirkorlarga uchrashuvimiz bor. Shunga shu nima masalan yechilmayotgan masala bo'lsa aytsam, o'zini xodimlarga ro'par qilaman, masalan yechib berishadi. Shunga vaqtimni ko'p olmayman. Siz qaysi yo'nalishga murojaat qilasiz? Mikroqarz. Biz onlayn mikroqarzimiz hozircha vaqtincha yo'li offlayn, ya'ni o'z kelib murojaat qilasiz. Siz murojaat ishlaysiz. Davlat ishlaysizmi? Shu tadbirkormi? Rasmiy ish yo'qmi? Hozir mikroqarzni berayotgan vaqtda hozir hujjatini ko'radik. Yo'q, mahalla banki loyihasidami yo bundanmi? Siz ishlaysizmi? Yo'q, shu tadbirkormi? Tadbirkormisiz? Buni sambogiga ro'par qilingan, o'sha million mikroqarz uchun million ro'par qilingan. Siz hozir hujjatlaringizni topshiringizda inspektorga ro'par qilasiz. Summa qancha olasiz? 30 million. Bu hozir shu Rahmanov turgan hokimlik o'zi ro'par qiladi. Mana gaplashib. Aka sizga nima mas'ul uchun? Mikroqarz offlayn. Siz qanchaysiz? Maktabda ishlayman. Maktabda. Bu aka bizda kafillik hamda sumkalar bor. Bor tarkibini tushuntirishgan bo'lsa qancha olasiz? 30 million. 30 million. Bizda o'sha o'z imkoniyatdan kelib chiqdi. Kafil qilsangiz shu ortiqcha xarajingiz yo'q. Bo'lmasa sug'urta asosida kafilga shu sug'urta qilish mumkin. Siz qaysi variant to'g'ri kelsa, siz ham shu million yetimizni hozir ro'par qilamiz. Topib berishadi. Masala bo'lsa aytsanglarki, programmani tezlatamiz. Yaxshi. Shu sizga nima masalada? Hafta hozir manchi sheringiz rasmiylashtirilyapti. Sheringni bu sheringizni masala yo'q. Bundan tashqari bizda uy-joylarimiz ham bor. Mabodo ma'lumot uchun subsidiya orqali yo'qsa, birlamchi paket uylarimiz bor. Yana qo'llangan uylar. Boshqa kiriklarimiz ham bor. Bitta bu bilan emas. Uydan tadbirkorlarimiz boshqa katta loyihalarimiz ham bor. Agar siz kelsangiz, boshqa yuridik bo'limga ro'par qilaman. Shu yo'nalishda. Asosan shu, rahmat, qanday masala bo'lsa aytsanglar, to'xtalishlar bo'lsa, yordamga kafil bo'lasiz. Yaxshi. Rahmat, tushunsiz, rahmat.